Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Qarindoshlar, biz mazmunlarni biraz bağlab ma'lumotimiz. Ilgirki ders mazmunlarida nima uchun bu uyg'unish harakatiga qadam olamiz? Nima uchun uyg'unish harakatiga ehtiyojimiz bor? Degan vaqtda buning birinchi sababini chunki Alloh bizning jannatga kirish uchun bizga belgilab bergan dinning umum ramkasi shu. Din biz oldingi qatimliq darsda bayon qilgandek aqida, ibodat, sulukdan iborat 6 qavat. Onun üstüde şekillengen cihat, ali sot, ondan başka hisbe qatarlıq ögzüqat üstüdeki 3 qavat demekçi. Ve onun oturda törükün teşkil kıldıgan bir bölük işladın teşkillengen bir bütün sistema. Muşu sistema bütünleşmegen yoki amaliyleşmegen holatda bizning jannatga kirishga loyiq bo'ladigan musulmonchiligimiz kamil olmaydi. Şunlaşqa aşu bir sistemini mükemmel bir halga ekilish uchun biz üzlüksiz tirishishga to'g'ri keladi. Uxlab qolgan millatni o'g'itish to'g'ri keladi. O'ltirib olgan millatni o'rnidan dast to'g'izishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu harakatga qadam olamiz. Bu planni qilamiz. Bu birinchi sabab degan. Ikkinchi sababda biz umuman islom dunyosidagi yuz berayotgan masalalarni cho'ng 3 nuqtaga markazlashtirdik. Birisi qaloqliq, ikkinchisi mustamlika, üçüncüsü ne oldu? Üçüncüsü qaloqliq, mustamlikaning üçüncüsü parchalanish. Bunun içindeki mustamlika diqqatimizni tortadigan masala. Endi islom dunyosining umumiy ahvoliga nazar tashlagan vaqtda mustamlika nima bo'lib shakllandi? Mustamlika qaysi iroda bilan mangdi degan nuqtani Abdul tahlil qiladi. Endi qarindoshlar Abdul o'zi O'rta Sharqdan bo'lgan, mush arab davlatlariga tava bo'lgan kishi o'g'achqa arab davlatlarini mustamlika qilgan davlatlarni tahlil qilganlar qanday biz qilish to'g'ri qolsa biz Xitoyni tahlil qilish kerak, ammo Abdurning tahlilini bir ko'rib boqaylik. Mustamlika nazariyasi, nazariyatul istimar buni boshladi. Yani arab davlatlari, O'rta Sharqdagi musulmon davlatlar, bundan arab davlatidan boshqa davlatlar bor, Afrikadagi davlatlar bor, bilasizlar. Şimal Afrika'daki devletler. Bu devletlerin hepsi, mesela Türkiye'deyimiz, Balkan'daki devletlerdeyimiz, Avrupa'nın mustamlikisi hesapta. Çoğun bir sistemin mustamlikisi. Hatta bugün Amerika ortada olan bilen, onun mu aldı da, çoğun sistem Avrupa sistemisi, çoğun mustamliki planı Avrupa planı. Ula nimbulab, bugün bütün İslam dünyasını mustamliki qılalığan, ya bivasıta mustamliki qılalığan, ya olmasa vasıtalık bir şekilde mustamliki qılalığan haletki kelgen. Bunun nokta nazarı qaysi noktadan qaysi kelgen degandek bir meselelerini tahlil qilish uchun mustamlika nazariyasini bizga depirvatıdı. Avval özümüzün mustamlika meselesini hal qilish uchun nima uchun bizni boshqalar mustamlika qiladi? Bular qanday kuch? Ba'zida hayron qiluvchi, balki sizlar hayron qilishi mumkin. Musulman davatqallar bilan birleşemeydi. Ama qarasanglar Avrupa'daki Angliyasi, Fransiyasi, yana birisi bir İslam devletiga qarshi yoki bir musulmon jamiyatiga qarshi birlashalaydi. Nima bo'lib birlashib qoldi? Shu nuqta odamni birazroq hayron qoldirdi. Buning savolini kallamizga kelsin, ama javobini topamaydigan bir nuqta. Balkim bugungi shu nima nazariyasidan mustamlika nazariyasidan belki bunun cevabını tepişimiz mümkün. Avazım normal çıkıvadı qarindoshlar shunda, ama noktatul ula birinci nokta olsa Avrupa'nın güllenishi. Avval İslam dünyasını mustamlika qilgan Avrupa qandaqlab mustamlika qilaydigan holatga o'tgan. Bular qandaqlab o'rindan tura olgan avval ashyadan boshlaymiz demekçi. Çünkü 300-400 yıl ilgari 3-4 asr ilgari Müslümanlar en güllengen devrinde biz neçe dedik bunu? Avrupa'dakiler bir normal kiyimlerini joyida kiyishni mo'xmaydigan haq. Avrupa'da evcağını bir qarong'uliq bir devir,
Qaran bular 15. əsrin aldı demdi. 15. əsrin aldıda Avropa asasen bir ne deyimiz demdi? Ormanlık qoğşay demdi. Küçükler acizlarını yeydiğen normallık, insanilikten bazı ağız açış tesrak bulduğun bir ehvalı var. Muşu ehvalığa qarata nim bulab Avropa orundan turab bizni mustamlika qildi. Ularning bizni mustamlika qilishda hammasining birlashganligidek bir ideologiyasi nima? Deydigan bir savollar chiqadi. Shu savollarga balki javob tepishimiz mumkin. Yani bu sahada güllünüş sahasida xizmat qilayotganlar vaqaliklardan bir iqinni xiyol qilsa, bir jiddiy iqin, islom davlatlarini, islom rayonlarini besib ketgan bir iqin var. Şu iqinni xiyol qilib qolsa, yabda min nokta, bir noktadan başlaydı. Bir noktadan. O noktasımı Avrupa'nınki miladi 15. əsrinin başlanğan bir güllünüş, orundan kopuş noktası. Yani Avrupa özünün normal işlerini bir taraf kılanmaydıgan bir qalaq halatdan nimla bütün devletlerini besaladığan bir halat gördü. Ya qarasanlar hayran qalğıdakçı var. Angliyanın başqa yerleri, Fransa. Da qarasanlar bölüşüp oturup değişip xaritini aldıqap yuvağandaklar. Mesela Suriye'ninki, Lübnan'ınki, Saudi menen, mesela Irak menen, Palestin menen, Palestin'e ima Yahudlığı birler degandek bim daha olup xaritediler. Ma Livya'sının İtalya'ya Livya'nı bir ötüp adam hayran qalarlıq mesela. Acayip bir şekilde de kilişip nim bula da işte ideya şekillendi. Yani Avrupa cemiyetlerindeki akli, ma'rifi, ilmi özgürlüşün payda oluşu ve garip cemiyetindeki kapital iktisadi özgürlüş ve ondan kiyinki dediğin görünüşlerden bir sözdeyimiz de muşandaki ictimai özgürlüşler. Ve feodal baskıştan, iqta denge feodal baskıştan liberal baskıçığa qanday qilish, feodal baskıçdan çıkıp liberal baskıçığa beriş. Ondan keyin demokratiyaga berish. Mush qatarlıq ahvallarning hammasi biz birden köp ötmesek olmaydigan bir noktalar. Ama muşu Avrupaga nisbeten muşu güllünüşler ve Avrupa cemiyetlerindeki çoğun özgürlükte temsil kılıdığan muşu ahvallar muşu yakındaki başlanış noktası buluşu mümkün. Muşu yakındaki başlanış noktası buluşu mümkün. Abdur bir Avrupa'nın ki uygunuşu, Avrupa'nın desturuşunu tüvendeki 3 noktaga merkezleşti. Birisi akli, ma'rifi, ilmi özgürlükler. Yani birisi kapital, iktisadi özgürlükler. Yani birisi ictimai özgürlükler. Bu 3 noktada bir özgürlük boğan Avrupa cemiyetinde. Bu noktalarını biz körep ötümüz. İkinci bu birinci nokta. Yani Avrupa'nınki güllünüş, orundan turuşu. Ne bulab bir o özünün işini bitirip kılamaydıgan bir aciz Avrupa des orundan turup başkılını nima qılalaydigan, mustamlika qılalaydigan bir halatga yetdi. İkinci nokta dinsizlik, ilmani. İlmani men dinsizlikle tercüme qilib qaptım belki xato bo'lishi mumkin. Biraz muşun tercümesi hakkında meselen bir maslahatlashi. Hazır kadar ilmanilikni nimda tercüme qilyapsizlar? Sizlar nimda tercüme qilsizlar mesela ilmanilikni hazır kadar? İnqilab ma'nosi boshqaroq bu sal siyosiy tusni olgan bo'ladi. Ma undan cho'ngoq bir doira. Ilmoniylikni hozir qadar qarindoshlar sizlar nima deb tarjima qilyapsizlar? Menlik ba'zi bir tarjimalarga toza qo'shilmayman. Masalan, secularismdan o bir inglizchadan akilib, arabcha bir gapni akilib, ingliz tarjima qilib qo'yganlik hamdu. Ama dinsizlik desa biraz boshqa. Dinsizlikni ilhodiya deydi masalan. Yani butunlay Allahsız, ilahsız bir mahtayla hayatı. İlmani, buna düşündürsem, yani kişinin bir dini var. Ben bir kişi Müslüman, özüne Müslüman deydi ama ictimai cemiyette bütünlay dinin tesirini yok kuvvetiş. Meyli siyasi, ya ilman Müslüman deyişme, ilmi tercüme kalıp demeye de. Mesela mekteplerde, hükümet tüzülmeleri de, andaki mahkemelerde mesela, andaki siyasi ictimai hayatlarda dinin tesirini yok olup, fakat din adam bilen Allah'ın oturdu ki bir alaka. Hatta ben şunda bir ilmanilik gördüm ama Araplı belki çatakçı var Araplı ilmanileri. Ben Müslüman mesela ben Kur'an yada da bir şey demdi.
Mana Qur'on yoda, shu televiziya programmini ko'rsam hayron qolasizlar. Mana men musulmon. Men Qur'on yodlaqliq, men haj qildim. Masalan, deydi. Bütün İslamning bütün ishlarini qilaman, ama musulmonlik degan mushu deb tushundim. Musulmonlik degan mushu. Ama men davlat ishlariga, ijtimoiy tuzilma ishlariga din ta'sir qilsa bo'lmaydi. Bir jamiyatning odamlari dini qanday olishdan qat'iy nazar bilan dini surishti qilmay aloqalash kerak. Dini surishti qilmay mana bir holat endi. Men buni jiq o'ylanib ilmoniyninki Uyg'urdagi tahlilini avval arab tahlil qildim buni. Odatda ilmoniymi, ilmidan chiqqan ilmoniy emas, alamdan chiqqan ilmoniy deb qiladi mening tasavvurumda, tahlilimcha xato bo'lsa. Ya'ni arabchada bir gap bor ya, ismalam deb. Endi esimga keldimi? Ismul alam. Nima degan gap ismul alam degan? Grammatikada bo'ladimi? Xususiy shaxsiy ism degan gap qo'p, ya'ni xos ismi alam. Alam odatda bir narsaga xos qo'yilgan ism. Ama bu yerda men ash nuqtadan chiqib turib, ilmoniya degani dinni xoslashtirish, ya'ni yakkilashtirish, shaxslashtirish. Din yakka holatda ijro qilinadigan bir narsa. Ya'ni men musulmon, namoz o'qiyman, zakot beraman, haj qilaman. Bu yakka bir holatda doirada qilib qilish kerak din. Mana ijtimoiylashmaslik kerak. Bir jamiyatning boshqarish tuzilmasiga kirmaslik kerak degan bir nuqtani ilmoniy deb tushundim men. Undaganda ilmoniylikni mush Uyg'urcha atalg'uda bir umumlashtirish uchun biroz kuchash to'g'ri keladi bir. Ya'ni dinni yakkilashtirish, xususiylashtirish, dinsizlashtirish desam aloqa biroz butunlay aloqa men musulmon deb turadigan nuqtaga to'g'ri kelmaydi shu. Yakkilashtirish. Ulamolar gerçeklik ilmoniylikni kofirlik uchun, chunki din yakkilashgan din emas, shaxs dini emas. Din ijtimoiy jamiyatning dini bu. Xususiy odamning dinidan bo'lgandan boshqa jamiyat dinida ular gaplar bor. Bu to'g'risida bo'lgan deplamamiz, ammo demakchi o'g'lim, ya'ni dinni bir xususiylashtirish, shaxsiylashtirish bir iqini Yevropadagi iqini. Mushu iqin ikkinchi nuqta. Ya'ni qani kelayli tarjimasiga qarab boqaylik. Abdul mazmunlarga qarab boqaylik. Dinni xususiylashtirish noktası Avrupa'nınki şu özgürlük noktalarından birisi. Ondan keyin deydi. Biz şu hadiselerninki eqini bilan ikkinchi bosqichga davom qilamiz, linantalik davom qilamiz ki biz tuvanda so'zlagan omillarning ta'siri taxminlanmaydiganlar. Birinchisi, Yevropa jamiyatlarida shaxsiy ruh ko'rinishini o'rtaga chiqsa, shaxsiylashtirish ruhini, ya'ni yakki ruh demakchi. Yakki ruh. İkincisi, o'xshamagan nisbatda dinsizlik ko'rinishini o'rtaga chiqishi. Yevropani Hristiyan deydi, lekin da ba'zi Yevropaga oid filmlar qarab baqsanglar, Hristiyan dinning ta'siri bek az odamlardir-ku. Ya'ni chirkovdan ichki qismida faqat simol xarakterlik bir ishlar qilib qiliqliq, uning mustamlik holatini rivojlantirishdagi tashqi rolining qishida. Ma ba'zilari askarlarning qashqara poplari uning ma'naviyatini ko'taradigan, Andakin sırtqı mustamliki qilishning birinchi qadamini bular Hristiyan poplardan boshlaydi chu. Avval din taqat qila boshlaydi. Andakin din taqat qilgandan keyin askar kirdi ma shaklda. Ammo Yevropa jamiyatlarining o'ziga nisbatan jamiyatning g'olib umumiy qismi, fal g'olibul a'am min al mujtama, jamiyatning umumiy g'olib qismi, ya'ni bir şekilde min al ashkal degani bir şekilde mulhidin, dinsiz yani. Bu ikinci xil ahval. Bu ayetini sekülerizm doğruluk yapına kıpıldık. Üçüncüsü, cazanı görünüşlerinin ortaya çıkışı. Yani Avrupa cemiyetleri asasen yok şekilde cazanı cemiyet. Bütün işler cazanı şekilde kurulgan bütün sistemler. Dördüncüsü, ibahiye görünüşlerinin ortaya çıkışı. İbahiye degeni ne diyeyim de hem iş halal. Ebaha mubah Arapçadaki şu mubah degan gap şu. Hata işinin hatası yok. Bular asaslık bu atallık olmuş. Er-ayal oturusidagi alaqaga bakrak qartildi ibahiye. Yani er-ayal oturusidagi alaqaning hech bir cheklanadigan tarafi yo'q. Hamdalaki yalang'ochlik desam boshqa gap u. Yalang'ochlikdan boshqa kiyim nuqtasidagilarning gapi emas-ku bu. Yani er-ayal oturusidagi alaqaning hech bir cheklimasi olmagan bir aloqa shakli. Yani yolsuz bir aloqa şekilleri. Enmat
el-alakat gayri şer'iyye. Yolsuz bir alaka şekilleri. Ki ayal oturusudaki, belki erlen erine oturusudaki, belki ayallan ayalına oturusudaki bu cemiyette. Yani ayallarına oturusunda hiçbir şekilde yolluk, kanunluk alakanın zürürlüğü tekitlenmeydiğen, halıgan bilen, halıgan şekilde alaka bağlarırdıgan, hatta ne ödüküp kalsa kişilen, ayal kişilen alaka bağlarırdıgan bir kürünüş ortadı ba. Velleti bu kürünüş, özünün tek asası da toy qilish ko'rinishiga nisbatan bir qarshi chiqish va oila ko'rinishiga nisbatan bir qarshi chiqish. Nima shaklda desa, ya'ni jinsiy aloqa turlaridan bedenge ait tabiatlar bilan uzurulmuş turlaridan yana bir turlargacha başta bir aloqa şekilleri avjilarlik hamda. Yani xalaqan şekilde. Demek to'rt xil ko'rinish var. Dinning yakillashish, ilmonlashish noktası tutup tasavvur qilganimizda Yevropa jamiyatida yani jinsiy erkinlik desam bo'ladi. Yevropa jamiyatida to'rt xil bir ko'rinish var. Birisi yakkilik ko'rinishi. İctimaiyyatning hammadan shaxsiy din mu bir odamning shaxsiy doirasidan cheklanadigan, unda jamiyatga ta'sir qilmaydigan. İkincisi dinsizlikning ma'lum darajada qana qilishi, o'rtaga chiqishi. Chirkov desa asosan shu dafn marosimlarida o'zining bir shakli qiladigan qolgan nuqtalarda asosan o'zining rolini yo'qotgan. Uchinchisi jazoni. To'rtinchisi jinsiy erkinlik degan bir ko'rinishlarninki, bu to'rt ko'rinish shu Yevropa jamiyatida asosan nima qilgan, avj olgan bir ko'rinish, o'rtaga chiqqan bir ko'rinish. Shu to'rt ko'rinish deydi. Şekkelet hadihi zavahir el-arba'a. To'rt ko'rinish Yevropa jamiyatining yetakchilarning nazarida deydi. Bir qanoat hosil qilgan, qanoat shakllanganki, mushtabos bo'ladi jamiyatda. Ki bu qanoat bu jamiyatni üç o'rindan dinni tatib olishning zarurligiga yetishga bo'lgan deydi. Yetlab bo'lgan. Yani üç o'rinda din olmasligi kerak. Qat'iy. Birisi maktabda, yana birisi mahkemalarda, yana birisi hukumat sistemida. Bu üç o'rinda din bo'lmasligi kerak. Din bo'lmasligi degani Xitoy qat'iy din kirmaslik kerak deydi. Mavlonning din olmasligi degani din vakillik qilmaslik kerak. Lekin shaxsning dini boshqa masala. Masalan deylik, sotchi Yahudi bo'lamdi. Masalan, musulmon bo'lamdi, xristian bo'lamdi, masalasi yo'q. Ammo sotda hech qanday din ta'siri bo'lmasligi kerak. Davlatning raisi musulmon bo'lamdi, Yahudi bo'lamdi, xristian bo'lamdi, masala yo'q. Lekin uning Yahudiligi, xristianligi, musulmonligi davlatning boshqarish sistemasiga ta'sir qilsa olmaydi deydi. Ya'ni ilmonlik degan shu. Masalan, o'tganda bilan voy mashallah deb ketdik. Angliyaninki London shahrining boshlig'i Pokistonlik bir musulmon bo'ldi dedi. Uning musulmon bo'lganligini o shaharninki butun boshqarishda 1% desak bo'ladi yoki 0.1%likmi nima son ta'sir olmaydi. Ya'ni uning musulmonligi o'ziga u yerda qiladigan vazifasi protokol aniq. Agar o'shunda o'zining musulmonligining ta'sirini u bir shaharni boshqarishga ishlataman deb ishlatgan hamon uni darhol tushudam deydi. Bunga o'xshash gap demakchi. Yevropada tekerrese fi Avrupa, Yevropada mushu asosda yani ilmaniylik prinsipi yıldız tattı. İlmaniylik prinsipi yıldız tattı. Tekerrese yıldız tattı demek. Yani mektepler, madaris dini ko'rinishlardan yiroq turilish kerak. Shunga orqali oxirgi vaqtlarda o'zining da'vo qilayotgan demokratiya da'volaridan chiqib turib ba'zi diniy odatdagi maktablarda hijoblanish, bolalarning diniy shaklda kiyinishlariga aralashdi ular. Bu bo'lmasligi kerak va mahkumlarda qonunlar, yerlik qonunlar ijro qilinishi kerak. Uning dindan aloqasi yo'q bir shaklda. Aldıgın hükümet sistemisi insani sistem bo'lishi kerakki, inson belgilagan. Bununla samaviy nas aralashish qat'iy to'g'ri bo'lmaydi degan shaklda mushu 3 ahvol yıldız tattı Avrupa'da. Umum şekilde. Biz davamlışımız qarindoshlar, taxi biz asosda ketyaptimizin Yevropaning bugungi Yevropasi qanday bo'lib shakllangan, nima bo'lib bular bugun hammani besish xiyoliga kelib qolgan, hammani ishg'ol qilish xiyoliga kelib qolgan
bevosita yoki g'ayri bevosita yoki bevositalik shaklda boshqa davlatlarga nima uchun bular aralashadi, boshqa davlatlarning sistemasiga nima uchun bular taqishdi, bu nuqtaga boramiz daha. Kana hada teşkilen lil hayat al-Avrubiya. Bu Avrupa hayatını bir teşkilleşe olan, müsteşekillengen Avrupa hayatı. Ve kana yumkin en yekun namuzecen mahalliyen. Bu bir yerlik namunu buluşu mümkün değildi. Aslında yüzden yerlik normal bir Avrupa'daki bir devletinin bir şekli bolsa buldu. Lekin, yani mühim noktaya dikkat. Bu her kandak bir ideologiye okşaş ziminning ma'lum bir sohasida qilib qilishni qabul qilmaydi. Balki ideologiya degan so'z yo'q. Ideologiya degan nima bilamsizlar qarindoshlar? Ideologiya bir odamning ideyasida shakllangan bir sistem. Normalda oy fikr deymiz ba'zi. Oy fikr ideologiyaning kichik holati. Fikr, ideya, ma'lum ideologiyaninki kichik holatiki mesela benim bir ideyam var. Benim bir oy fikrim var, bu men bilen çekileniyordu. Mançadan ama. Ama benim oy fikrim, ideyam, ideologiya gaylanan vakitte men bilen çekileniyordu vakitte. Men bu ideologiyani sende mi bozuldu değil mi? Mesela bir ayal öyde. Erinin öz aldığı bir ideyası var. Ayalının öz aldığı bir ideyası var. Ayalının öz aldığı bir fikir var. Erinin bir öz aldığı fikir var. Okşumagan fikir, okşumagan ideyadan bir öyde yaşayalaydı. Aynen kallandı bolsun. Çünkü adam okşumaydı, fikir okşumaydı. Ama işköylerinin ayalının fikri ideologiya noktasına okşumağa vaxtda. Yani fikir biraz terakki qilib ideologiya derecesiga ko'tarilgan vaqtida ideologiya degan nima desan, ideologiya o'z sahibini boshqalarni mushohalatga kasulti degan yerga opiradigan narsa ideologiya bo'ladi-ki, ayol birisi bilan vaqtda kelisholmaydi. Ideologiya o'xshamagan vaqt. Chunki ideologiyaning bundaqligi kenish alohidaligi var. Deyimiz ya ibodatdan Avrupa müşta şekillengen. Avrupa müşta şekillengen. Aslında bu öz içinde bir yerlik ve namunlab qapqası buldu. Lekin ideologiyaga aylangandan kim bu? Bunu tumaydı o. Men menfaati qalay demaydi ideologiya degan. Bir iqlim qaylanadi. Iqlim degan nima qarindoshlar? Aqidi u. Mendilam qapqamaydi, sirtqa aqidi. Belki qaranglar, velakinnahu ka ay ideologiya. Lekin bu başqa ideologiyalarga o'xshash ziminning ma'lum qismida qilib qilishni qabul qiladi. Jim turishni xohlamaydi. Ideologiya degan to'xtamay taqaydi. Balki o'zini xalqaroliq dunyoviy bir namuna hisoblaydi. Buni cho'qim dunyoning har tarafiga yetkazish kerak deb o'ylaydi. Mahalatga keraklik demakchi. Yevropa shu nuqtaga keldi. Yevropaning oz shakllangan bayatniki bimunchi gaplari ideologiyaga aylandi. Qaytadan baramdik, aşk kendimizge qaytamdik. Avrupa cinsi erkeklik değil, ideologiya deb qaraydi ki, her adam erken bo'lish kerak. Şunun aşkı to'xta deydigan gapi shu. Oy palan davlatda ayolning huquqi kuchga ega bo'lmoqlik, ayolning huquqi deb shu ayollarning da erkin qo'yib, ayollarning da erkin jamiyatda ichilmaganligini, ayollik zulm saqallik. Har qanday damning bunda bir davlatda nikoh tuzumining yo'l qo'yilganligi masalan. Ayolning aralashishida bir nikoh bo'lish kerak. Bu bir resmiyatlar bilan bo'lish kerak desa, bu bir zulm deb o'ylaydi ular. Bu qanday gap bu? Xolisi to'y qilsin, xolisi aralashsa bo'laver deydi bunda. İşi ağırtıp özü-özüce, özünün şekillengen ideologiya olgandan keyin da qalab boshqa davlatga demlik iş ağırtıp, voy bechoralar deb aşağıdan gapni taqat o'tiradigan gap. Bu ideologiyaga aylanib o'tirgan vaqtda bundan dalaqa deymiz ya biz ba'zi bir yana buzuş üçün, bir yana buzuyor. Buzuş üçün deb o'ylamaydi ular. Isloh qil. Masalan deyli, Yevropadagilar islom davlatlariga nurg'un narsani eksport qiladi ular, ideya fikrlarni. Buni ba'zilar menda tasavvur qiladi-ki, ya'ni buzuş uchun. Ba'zi kinolarni ishlab o'tadi masalan. Ya u bir uning kalası buzuş emas. Uning kalası aşu ideologiyaga aylanadi ki, mush davlatnikimi bizda muyla yashasudi. Avvaloncha. Texma biz yaşayotgan İslam cemiyetlerindeki nikah tüzülmesi, ayolning aralashish, mana çek dairesi emisi qattiq iç ağrıp ketadi. Voy mushtam zulm bulamdı deb. Çok bir ideologiyaga aylanib ketdilar bularninki. Ana qarab baqayli, maka Abdurbergen resim bilan Yevropadagi ilmonizmninki shakllangan ahvoli menda. Yani yakkilik her adam shaxsiy shaklda qanday yashasa bo'ladi. Yani bir adam aqib yashamdi, qarab ruhul fardiya.
dindar olup yaşamdı, dinsiz olup yaşamdı özünün işi. İkincisi ma'lum nisbatdagi dinsizlik. Üçüncüsü cazanı tuzulmaları. Dördüncüsü yani cinsi erkellik. Bular nimeni şekillendirgen desanlar? Birisi hükümet sistemisinden, sot sistemisinden, andaki mekteplerden bunda ilmani oluşunu keltirip çıkargan. Zaten bularda din olması gerek. Din olması gerek ki her kana dinleyin buların. Bir noktada ben Allah'ın kayıt tekrarlayıp koyayım. Bazı braderler aşına eklep delil kılıp aldık ya değil mi ki? Avrupa'da yaşayan braderler. Mesela falan başka Müslüman derçi. Öz biçimde ki biz başka Avrupa'da yaşayan kardeşlerine eğitmeyiz ki hemen onun evde şaşırtılık var. Özünün Avrupa'da yaşayandan azrak Hudokisçilerini tutan okumayayım ama Avrupa'daki mesela değil bazı raylarının başlıkları, bazılarının rehberleri var. Müslümanlarla birlikte resim uçuşudu. Heytla olap kalsa, Müslümanların bayramları olap kalsa, Esselamu Aleyküm deyip Müslümanlara salam kılıdı. Ançı onun bazı geplerini kılıdı. Andakini ya Müslüman mesela bazı raylarının ki başlıkları. Bunun palanı Avrupa'daki pokun devletinin başka. Ya onun Müslüman buluşu, Yahudi oluşu, Hristiyan buluşu, teyillengen vazifeye nispeten kat'i tesir kılanmaydı. Eğer o vazifeye teyillengen Müslüman, özün Müslümanlıqın şu vazifesini işletimen degen günün ertesi o ilmaniliqqa qanaqıgan boladı, tesir etkizgen boladı, düşüdü o. Türkiye'nin mualaka devletinin umumi Mustafa Kemal bekitip koygan sistemi ilmanilik sistemi. Hazır buluvatkan bütün galle neymi o dese, hükümetin üstündeki partiyedekiler, mesela hazır AK Partiyedekiler bu ilmaniliqi tesir kıvadıdı bula. Bu ilmaniliqni yoqtup barıdı bula. Devletini bunda Müslümançılaştırıp gitip barıdı dep muşgalle. AK Parti'dekilerçe özünü qanday müdafiə qıldı sana? Manda müdafiə qıldı. Ben Müslüman deydi. Ben Müslüman. Elhamdülillah ben Müslüman toğuldum. Müslüman yaşayayım. Devlet ilmani. Eğizdi deydem de onu. Devlet ilmani, hükümet ilmani. Lekin benim şahsi olarak Müslüman buluş hukukum var. Ayalımdan hicablanıp yağlı qatış hukuku var. Benim namaz okuş hukukum var. Bunun şahsi işim dep manda müdafiə qılıb durdu Türkiye'de. Çok bu başta ahvallar. Biraz meseleni düşünün arkadaşlar. Yani ikinci nokta ilmanilik noktası Avrupa'da. Üçüncü nokta, noktası salise. Üçüncü nokta ideolojiye şekilleniş. Şu yukarıki işlerin hemmesi bunda bir ideya emas, hatta ideya derecesinin kötürülüp ideolojiye şekil. İdeolojiye degen gep, tumay degen gep. Yani kayıt tekrarlasam, bir nas ideolojiye aylanan vakitte o öz sahibide tumaydı o. Ben bir Müslüman bulup yaşasam normal, Müslüman ideist yaşasam normal yaşayalayım ama Müslümanlık benim resmi ideolojiyamga aylanan vakitte ben keşimdekinin Müslüman buluşunu da yaxşı görme yani. Onun için tirişme yani. Aşı ideyani sındırış ki bunda orunduğun gibi. İdeolojiye gelen şu teşekkül el ideolojiye degeni ideolojiyanın şekillenişi degen gibi yukarıdaki ahvalla ideolojiye bulup şekillenir degen gibi. Ama en noktatu es-salise, ama üçüncü nokta yakından. Biz bir yakın girip kaldık ya Avrupa'daki bir Avrupa'nın en tön naçar bir karanlık zulmetlik devreden bugünküde hem yani besvagan bir devrege karata bir yakın şekillendirip hadise yakını şu yakınlarını tehlil kılatımız nokta boyunca. Bu yakındaki üçüncü nokta o olsun mu? O üçüncü nokta olsun mu? Fikri kıymet qarash sistemisining ideologiyaga aylanishi. Muşu pek muhim nokta qarindoshlar. Bir adamning yoki bir jamiyatning, bir davlatning ideyasi boshqa, fikri sistemisi degan boshqa. Ama aşı ideya va aşı fikr sistemisining ideologiyaga aylanishi boshqa. Bir narsa fikr, ideya petaqaga vaqtda öz doirasida jim turadi. Necha takrorladim bu gapni. Ama ideologiyaga aylangan vaqtda ne buldu vaqtda Kur'an kitapka tes'a lil heymeneti ala mustaval alem. Xalqaralık dünyavi seviyede hükümranlık kılışqa qanaqlı tirişdi. İdeologiya aylangandan keyin lan bu kengaymış oldu. Ve tuqarrir ve bu ideologiya nimene qara qildi sanlar qağan sistemler hemmesi işkilemci sistemler. Muşu ideologiya, muşu taqaş gerek, muşu onaş gerek, muşu şekilleniş gerek, qağanın hemmesi işkilemci sistemler. Ve bu zor planın karşısında yok oluş gerek. Yecib en tetovar degen yuşurunish degen yok oluş gerek deydi.
Men bir tasarruf bakaya bunda. Men bir Avrupa'daki aş qattiq taraqqiy qilgan bir davlatday üzemni. Üzem hazır qo'llanayotgan sistem, bayatın deganda kerak. Meyli ibahiya olsun, cinsiy erkinlik, meyli cezanı sistemi olsun, yoki ilmanizmlik olsun. Bu en hazır bütün dünya muşu bunca buluş kerak degan bir ideologiyamga aylangan vaqtda men bir davlat olsam, do qarab baqaman. O Saudiga qarasa bilak bir dünya. Bu bo'lmabdi bu qarang'u jamiyat yashayotibdi bular. Qarasa ayollar ayrım bir cemiyet mesela. O üzününki faqat oshmagandan keyin ma davlat bunda yashab bu odamlar azoblansa olmaydi deb o'zicha onunga turlik amallar bilan hele demokratiya degan nomni ishlatadi, inson haqlari degan nomni ishlatadi, hele bu deb eshaga nereden yuchuq tops tepib u qanaqa qiladi kirish ko'rinadiki uning navbatdagi bir yoshdan niyat qilgan maqsad qilgan bir davlatdagi kishilar yashayotgan sistem ishkilamiz sistemi yo'qolish kerak deb bundalam o'ylaydim. Xuddi bir qism g'arib yozuvchilari keyingi bosqichda liberalism is an unfinished project degandek. Ma inglizcesi ma gapninki liberalizm bu cheksiz bir program, mashru degan gap, ya'ni cheksiz bir plan degan gap. Ya'ni arabcha tarjima qilib qo'yibdi, mashru lam yantahi, tugamagan, to'xtamagan deb. Hozirga qadar. Ya'ni bu plan, bularning bu plani yajibu yastamir, davomlashi kerak. Hattoki xalqaroliq sohada, ala masahatil alam degan xalqaroliq sohada bil kamil to'liq ijro qilish kerakki, butun davlatlarda amalish kerak. Xo'sh, bu shu nokta. Yani ideologiyaga aylanish noktasi. Endi 4-nokta, mushu ideologiyaga aylanib bo'lgandan keyin bular bu ideologiyani shu o'zidan qashni boshlaydi endi. Qashni boshlagandan keyin mushu ideologiyaga kirgan davlatlar o'zi xohlamay bularga ergishadigan davlatga aylandi. Bularning planini o'zida ijro qilib bo'lgandan keyin sirt atrofidagi qo'shni davlatda ijro qiladigan bir bunun xizmatchisiga aylanadi-da, davatidi, ya'ni ergashma davlatlarni paydo qilish. Bularga ergishadigan davlatlarni paydo qilish. Qarang. Davomlashtiraylik. Mushu ideologiya o'z ichiga oladigan bu planni qana qilish uchun, paydo qilish uchun yoki g'arb hukumi bilan ma'noslan degan vaqtda liberal ideologiyasida turadigan bu planni paydo qilish uchun, xususan maktabdan, mahkamalardan, hukumat sistemasidan dinni tatib chiqish tarafiga munosabatli taraflarda va eng chong zira tarafiga, eng chong qismiga tayinadigan u olsa-mu iqtisodiy masala va boshqa davlatlarningki boyliqlarini qana qilish, monopol qilish, mushu qism mushunga tayinadigan mushu ideologiyani o'z ichiga olgan bu planni barliqqa keltirish uchun aytdiki li ijod hadal mashru' munosabatlik jumlaning biliki taharraka al mashru' al g'arbiy, ya'ni g'arb plani harakatga keldi. Yani üzdulam to'xtab qolmay bu ideologiyani sirtqa eksport qila boshladi. Valakinnahu, biroq bu plan o'zining harakat va tarqalishida shuni jazm qildi. Shuni jazm qildiki, har qanday bir mustamlika plani, xizmati, mustamlika harakati bir xulqiy mubarrirga ehtiyoj borki, axloqiy mubarrirga ehtiyoj bor. Boshqalaganda men sizning davlatingni o'zgartgili keldim. Men sizning davlatingni besvog'ili keldim. Boyliqingni bulvog'ili keldim. Qimmat qarashlaringga hujum qilgili keldim. Seni dinsizlashtirgili keldim. Seni jinsiy erkinlikka qildim. Bu o'tmaydi endi. Bu aloqa boshqalarning oldida chiroyli bir gap bo'lish kerak. Boshqalarning oldida digilildigan bir gap bo'lish kerak. Masalan, Amerika Iroqqa 93-yili nima deb kirdi? Nima qurol vardı deylik, nima? Saddam Kuvaytga hujum qildi dedi. 2003-yili cheklangan qurol vardı dedi. Ishqa bir davlat hujum qilgan vaqtda bir mubarrir, bahona lozim. Yani bir axloqiy bahona lozim-da bularga. Shuni bilan oq odamning tayanchisini qana qilindigini oq odamning tayanchisini bu bahona shaklida o'rtaga qana qildi, otdi. Oq odamning tayanchisi degan gap beliqi nima gap beliqi? Kinoyday bir gap. Kitobning ostindagi izohatga qarasangmi? Aslan qaradangmi, yo'qmi?
Betning eng astındagi izohatiga qarasanglar, bu birlikki ak adamning tayanchisi, ak adamning hassisi degandek ma'noda tek atir rajul abyad. Bu nima degan gap desanglar, boshqa davlatlarga islohot ko'tirish degan bir ma'noni o'ziga oladigan gap bu kinoya shaklida. Ve başka cemiyetlerini ve kadiyatı tahrir el-mujtemaat el-ukhra. Yani başka cemiyetlerini qutulduruş, erken kılış meselesi hareket kılışının mantiqi süpüde muşu qana qılındı hareket kılışının mantiqisi süpüde qo'llanildi. Yani qanday bir davlatga hujum qilmoqchi bo'lsa yoki qanday bir davlatga alanmoqchi bo'lsa bu davlatni qutuldirish. Bu davlatdagi inson haqlari emas, inson haqlari mashunda binasida. Bo'lmasa inson haqlari desa hozir dunyoda zaminda ilayotgan eng ko'p ilayotgan jonliq inson. Bunun uchun o'rtaga chiqish kerak. Bu inson haqlari boshqa o'tirg'a chiqmaydi. Ashudal kim qaysi davlatga hujum qilmoqchi bo'lsa, shu davlatda o'rtaga chiqadi. Bugungi kungiday Sharqiy Turkistonda ilayotgan million minglar odamlar, kamp qo'shinayotgan million odamlarning gibi inson haqlari yo'q. Suriyadagidek ko'z oldimizda kameraning oldida necha ming, necha yuz ming odam shu qo'llari havoda uchib turgan ahvollarini naq ko'rib tursaqmi inson haqlari yo'q. Lekin ma'lum qaysi bir davlatga hujum qilmoqchi bo'lsa, shu davlatda inson haqlari paydo bo'ladi, kishilik huquq paydo bo'ladi, bilim paydo bo'ladi, bilmem ish qilib nim bo'lsa bilim paydo bo'lib, ashyadan boshlanadi ishlar. Azod qilish nomi bilan. Ashu bularning harakat qilishining bir mantiqi sifatida qanaqliqlik odamning hassi qiliniqlikki isloh qilaman degan bir shaklda. Dal mushada ve huna diplomatiya o'zining rolini o'ynaydi, askar o'zining rolini o'ynaydi. Undan keyin maktablar, undan keyin universitetlar, undan keyin axborot hammasi mushu o'zining Yevropa namunasini yıldız tatquzishda zo'r rol o'ynaydi. Davron Daxman fi takris an-namuzaj Yevropa namunasini yıldız tatquzishda zo'r rol o'ynaydi ve o namunani, o ulguni bir davlatdan yana bir davlatga harakatlantirishda bek cho'ng rol o'ynaydi. Shuning bilan g'arb plani deydi. G'arb plani yangi paydo bo'lgan, ya'ni yoki o'sayotgan, taraqqiy qilayotgan davlatlarda o'zining kontrolligini tengish imkoniyatiga ega bo'ldi. Vallati bu kontrollikda ya'ni erkin azod qilish harakatidan keyincha fima ba'd degan keyincha azodlik harakatlari mustamlika ko'rinishlariga qarshi inqiloblar asta qanday qilishga oydinlashishga boshladi. Nima desa, har qanday bir davlat ahmoq emas, hammasi abgo emas. Bir davlatga kelib, "Voy biz sizni azod qilamiz" deb kelib, uning boyliqlarini talon-taroj qilib o'tirgandan keyin u davlatdagi ya aldanganligini his qilgan yoki bo'lmasa qalbi o'yg'oq vijdon sohiblari asta g'ana inqilob qilishga boshlaydi. Uningga qanday qilishga boshlaydi? Qarshi ashumi keyin maydonga chiqadigan gap. Ondan keyin deydi. Bu kontrollik ostiga tushmaganlarini davlatini taraqqiy qildirish uchun qarz berish masalasi bilan oldinildi. Tamma ig'o'nga shunga qiziqtirildi. Ma ishni sizlar ya anglamagliqmish davlatlarni qarzga bo'g'digan ishlarni. Qana desanglar, bir davlatga kiradi. Bugun hamda o'rtadan da askar kiradigan ish burunq davlat, burunq vaqtlikidagi yo'q. Bayatın degandek azod qilamiz, o qilamiz, bu qilamiz deb ma shaklda kiradi. Kirib bo'ysundirib bulanmaganligini qana qildi desanglar, davlat va keyinda qilibdi, buni taraqqiy qildirildi deb qarz berish. Anlagansizlar, Dunyo bankisi deb. Dunyo bankisining shoshli quruqliq. Dünya Bankası devletke qarz urdi. Qarzning yomon iboyatni Yevropa davlatlarida, Yevropa o'lkalarida bir ko'rinishlarni bilsak, jazoni ya yamanjiq jazonisi usimi o'ninki. An u davlatlar o qarzlarni oladi, yo'l yasaymiz deb qarz oladi, bino solamiz deb qarz oladi, voy planni quramiz deb qarz oladi. O qarzning usimi ko'p. Yildan yilga o'sidi, davlat ishlaydi, ash usimga ishlaydi, usimga ishlaydi. Ashta olib necha 10 yil davomlashida oxirida to'layanmaydigan bir yerga yetgan vaqtda an davlatlarga ya qarzni to'laysiz xo'jam yoki bo'lmasa bizlar bunday nuqtada kelishsiz deb an shu vaqtida qo'ltiq qila boshlaydi. Najmiddin Erbakanning Alloh rahmat qilsin eng cho'ng o'tirib qo'ygan gibi nima desanglar, mush xalqaro qarzdan qutulish va xalqarodagi mush iqimlarninki islom davlatlariga bo'lgan kontrolligini yo'q qilish. Mush kontrollik qilib qo'ymaslik haqidagi tashabbuslari. Masalan, bugungi kundagi xalqaro bozor buni
İslam devletleri ayrım kılış. Xalqaralıq pul sistemisi İslam devletleri ayrım kılış. Xalqaralıq NATO'ga o'xshash harbiy kuchlar buni xalqqa İslam devletleri ayrım kılış deb mushu fikrlarini o'tirib qo'ygan Najmiddin Erbakan rahmatlik. Şuna Necmiddin Erbakan'ınki ahirki sonu neticesi aş şekilde ahırlaştı. Yani ahırda türmek yiyip türmede 7-8 yıl yatkan deyken ana hayatı tüküdü o Allah'ın dergahı hiketti. Yani Necmiddin Erbakan Türkiye TVS'de del muşulanın muşu ahvallarını düşenken ve bununla en aşkara karşı çıkıp bununla karşı bir avazını yukarı kütegen edememenki birisi. Ve ilmi boşluğunun buluşu, idari cihetteki kemçillikinin buluşu, başka cihetteki kemçillikinin buluşu, iqtisadi cihetteki pasajlılıkının buluşu, del muşu mallarının israf kılınışıga en küçlük birinin boğan, hasılatı olgan. Hesapta endi bunda terakki kılıvatkan devletler olgandakin, tekanda sistemisi mükemmelleşmegendakin, ama oturuş ayaktaki Müslüman devletlerinin galibilik örülgenden kiyinki ahvalıda bularda bir nim buludu, ilmi ciheti boşluk buludu, iniqamdu. An başkuruş ciheti kemçillik buludu. Asasen tehi Arap devletleri kabile tüzümden çıkıp bulanmaqlı. İqtisadi cihet çirklik vaki hemmesi 117 tomdaydı. Muşlarının hemmesi din kep çıkan nayet iniq bir hasılat neticenin boğandı ise aşılardan ağam pulunun hemmesi kanalıp ketilgemdi. Öz ayağı işitilmeyi israf kılınıp ketilgemdi. Vela yahsun istiqdamu haki bunun işletilişi yaxşı olmaqlıq hamdı. Şunu bilen ne bulaqlıq desanlar, muşu devletlerinin, qarz alğan devletlerninki qarz qıltıqınınki qismiqiga çüp qalışılaqlıq hamdı. Ha mesqide qıltaq, şirak degenge falaqı qaysan birislar qismaqni. Kichik vaqtimizda bunda alaqı yep yoki tömü bir narsalar orqali chashqon tutilgan, qushqoch tutilgan, kapta tutilgan bir narsa botdi. Shuni qismoq deydi ku, ha? Ya şu. Şularga çüp qalışıldı deydi. Vallati ve bu devletler deydi. Hatta mustaqillab bolgandan keyin o qismoqdan, o qıltaqdan chiqib bulanmaqlıq hamdı. Gədəngacha, patangacha qanday qıdığılıb, pediqliq sozmaq degan atadigan narsamni yerga qo'yadigan qismoqdir. Ve ilal yevm bugunga qadar dünya devletlerinden ko'pinchisi Janubiy Amerikadagi ve Arab dunyosidagi ve İslam dünyasındaki, Asya'daki şu asta dövülüşüyotgan qarz qıltıqının astaga çüp qılığlıq. Biz uqmaymiz onu biz şəxsi o. Ama devletlerin hemmisinin aş pattangacha qarz var. Hali Erdoğan bek sözleydi ya biz Dünya Bankasının qarzdan 2013 Türkiye'ni qutqazdık deb. Bu qarz bek xatarlı qarz şu. Onu to'xtaydigan qarz emas, buni tülep tugutib bo'g'lamaydigan qarz. Yildan yilga oyda uning o'simi degan haddidan ziyoda. Ash to'xtamay ishlasa bir davlat ash qarzga ishlaydigan bir qarz endi. Bu qarz tuaddi ila al-marhalat al-ukhra yana bir bosqichga ib boradi. U o'simi tulashdan ojiz keladigan bir bosqich. Oxirida davlat qo'l ko'tardi, tulayolmadim deb. İşleydi, qarzga ishlaydi. Oxirsida men tüleymedim dat deb qo'lni ko'tardi da andin keyin xalqaroliq banka emas, sunduq an-naqd ad-dawli degan gap xalqaroliq banka deb uyg'urcha ishlam deydi va yani pul sanduqi degan gap anda da tarjima qilmaymiz. Xalqaroliq pul bankasi arilishidi, mustamlaka kuchlari arilishidi nimishqa o'zining kontrolligini mush davlatning iqtisodiga qana qilish uchun Teniş çünkü Merkezi Bankasının kontrol kılıyordu. Bugün Türkiye'nin Merkezi Bankasının 50% benim tam okumayım hem de şu bilginim şu 50% etrafındaki peyi Xalqaralıq Bankasının kulda. Türkiye'nin olmaz. Aş Xitay'dan tatip caq devletlerindeki Merkezi Bankasınınki 50%'nin artıq peyi şu neminki Xalqaralıq Bankasının kulda olurdu. Anda oğandakin qarz Cıqoğandakin bankının, devletinin iqtisadininki yerimin köpraqı xalqning qo'lda olgandakin hassas zil iqtisodiy urullarga aralashadi. Anada qilsa, mana bunda qilsa, hatto ba'zi davlatlarni anasini teriysa, manasini termaysa. Bu darajaga aralashadi endi, bu yerga aralashadi. Teriysa terimaslar nim farq bor desanglar, ma davlatga bir yil bug'doyni termaysa desa,
O bir devletin adamları bir mesela 40 milyon, bir 200 milyon nüfus buğdayımız olmaydı hem de. Tamam terima dese an Kanada okşaş buğday tereydiğen devletler kıymetini kötülep durdu. Eşeğden aradığan gap. O neçe yıllık qarız oludu hem de. Bir yıl koyu akmaysa dese Avustralya'dan koyunu aradığan gap. Bu tabii gaplar kardeşler. Bu anda addi iş emas. Bek çoğun gaplar. شنو وتصبح هذه المسيطرة على الاقتصاد ده bu güçler, müstemlik güçler iktisadını kontrol kılıcı buludu. Tusbih hiye el musaytira ala al-iqtisad. İktisadını kontrol kılıcı buludu. Fetekun bidalike şu arqılık endi bu iqinning yana bir merhalesi basqıçı qanday oludu? Qat badaat başlangan buludu. U olsumu ma devletni taraqqiy qildirish talabi. Endi buna şu demdi. Endi qalsanglar geldiğinde maşlı qarz var. Biz bu devletning Markaziy bankisining paydan mansa bizning qo'limizda. Bu devlet buna ketiyasman taraqqiy qildirildi. Bu joy güzel gapchi bu. Taraqqiy qildirildi degandan keyin lam tamam onda olsa taraqqiy qildirildi desa, emis taraqqiy qildira olsak bizga bunda to'sal bo'ladigan, o'g'iladigan, bo'ladigan ishlar olmaydi. Tijorat qilsak jazoni etete desang olmaydi. Bir avlod islamni tarbiyalashimiz kerakki maktablarda onda diniy gap bo'lmaydi. Deb ashu Yevropadagi heliqi ideologiyani tanıdığan vaqt, dal shu vaqt keladi-ki, maqsad bu taraqqiy qildirishdan dinni maktabdan, mahkamadan, hukumat sistemasidan tatib o'tish. Endi tushunasizki, o'zi musulmon deb atayotgan ba'zi mayli arab bo'lsin, g'ayri arab bo'lsin, ba'zi islom devletlerinki asta hukumatlerinki dinsizleşip, maktablerinki dinsizleş tarafga qarab mengib, axborot sohasininki asta yalang'ochlab ketishiningki sababini mana tigidan qo'ltiq otganligini endi asta agar yuqorqi nuqtani tushunsanglar balkim qanday qilasizlar tushunaysizlar. Ya'ni nima uchun desa, mush Yevropa planini, ya'ni g'arb planini qo'llag'uvchi va yordam qiluvchi ergashma davlat qurish chunki bu davlat shundan asta Yevropaning haliqi kengaymichilik planiga yantayoq davlat bo'ladi endi. Yantayoq davlat. Radif degan gap shu, yantayoq ergashmoqdigan bir davlat bo'ladi. Va ummatning kimligini rad qiladigan va unga qarshi chiqadigan bir davlat qurish uchun muarida va nabida. Ummatning kimligini tashlatadigan va uning qarshi chiqadigan. O'ylab baqinglar, men burun hayron qoldim. Bu bir İslam devleti bu. Qarasa bir devlet sistemisi hiç bu bir tarixdan bu Müslüman bo'lganday bir nima yo'q, ta'siri yo'q hamdi. Ta'siri yo'q. Qarasa hukumatlarning hammasi dinsiz. Maktablarining hammasi dinsizlik asosida. Bütün pul muassasa sistemlarining hammasi dinsizlik asosida. Nim bo'lib bu darajaga yetdi desa, asli ba diqqat qilsak, masala shu. Ashta keladi. Burundan tortib. Ve bittali ve onunla ergişip bu hükümetle hadihil enzime degan gap bu hükümetle ve hadihid duval bu devletle bizning ummatdagi g'arb planini merkezleşken 10 kuch qismning o'rnida bo'ladi. Masabat degan o'rniga gap, zira degan gap, qism asli bilak degan gap bu. Yani el-ayman el-qavi kuchlik 10 qismning o'rnida bo'ladi ki g'arb plani bizning ummatda merkezleşken ve bu planning düşmanlarini bir taraf yabıtqış degan gap unga qattiq zarba beradigan bu 10 qismning o'rnida bo'ladi ki terrorchi deblam Yevropalik bir pay o'qamasmış o'zimizning hukumatlari, o'zimizning hokimlari bir taraf qilib to'kitib birdamdi. Bununla karşı çıkıp Avrupa maddelerini munda qilmoqchi, G'arb maddeleri munda qilmoqchi, Sharq maddeleri munda qilmoqchi deganlarni o'zimizning derken yani o'zimizning ishidan chiqqan shekli musulmon, egizli men musulmon deydigan hokimlar, o'zi hukumatlar o'zi bir taraf qilib birdamdi. Terrorchi deblar. 10 qanat. Bu deyildi. Ve hekeze yetimmu te'min. Ama taqilib nim bo'ldi endi? Yo'l ravon bo'ldi. G'arbning planini ijro qiladigan g'arbning o'zi kamisin bo'ldigan bo'ldi. Haliqi 10 qanat hukumatlar asosan Yevropaning g'arbning kengaymichilik ideologiyasini taqdirdigan xolis, muxlis nimasiga aylandi, 10 qanatiga aylandi va hakaza mana shunday qilib g'arb namunasining tarqilish
va tadbiqlanishining kapolati tarqalishi kapolatga ega bo'ladi, yetim mutamin degan gap kapolatga ega bo'ladi va manfaatlarningki ash g'arbga eqishning davomlashishi kapolatga ega bo'ladi. Bizning qo'llarimiz bilan, bizning mollarimiz bilan. Chunki hukumatning kontrolligi shuning qo'lida. Yevropa bu yil nima termoqchi bo'lsa, madorlarni buni termaslar, bu ziyon chiqadi deb qo'yish termaydi. Shuning bilan ehtiyoj qolgandan keyin Yevropadan eksport qiladigan gap. Meni ayron qoldigan nima desanglar, tamom. Texnikada keyinda qoldi. Export, import qildi. Mushu musulmon davlatlarining go'shtni Yevropadan import qilganini deyman. Buğdayni Yevropadan import qilganini deyman. Men ya'ni eng ko'pi bizning qo'limizda, musulmonlarning qo'lida, qo'y, kalaning eng jiqi bizning qo'limizda, ammo biz eksport qilmay import qilganimizni deyman. Mushu arab davlatlari jiqiga to'xini Yangi Zelandiyadan import qilib demdi bir yerdan deydi. Buğdayni Avstraliyadan, Kanadadan, qo'yni Avstraliyadan masalan. Manda bir ishni deplayman-chu. Misrga borgan vaqtim shu Mursi hukumat ustidagi vaqt bir yil ichida Mursininki burun to'sib qo'yilgan, ammo Mursi hukumatga chiqib mangdigan zavodning soni 500. 500 dana zavodni Mursi hukumatga chiqib mangdirgan. Misr burundan mashina yasab qo'ygan-chu. Bundan xaromi bormi yo'qmi? 73-yildan bunda to'chaqsuva aslida bizda normal bozorda minayotgan mashina yasab bo'lag'li. Hozirmi Misr ko'chasida Misrning o'zi yasagan mashinalar mang'iliq endi. Ammo bularning hammasi qanday bir shaklda to'xtatilsa to'xtatildi. Xuddaligi rahmatlik Najmiddin Erbakan 60-yili davrimda mashina bini yasab bo'lib, buni bir amalini qilib to'xtatib an bunu to'xtamay biz mashina yasamaymiz deb xalqni olganda Misrma 73-yilda mashina yasab chiqardilar. Bu mashinaning markasi Misrga bo'lganlar Nasr ismi. Arabcha asrimi bor, ko'childi minib yuriydi. Misr eng munbat tuproqliq bir zamin masalan. Misrni bug'doy terg'ili qo'ymaydi. Misrni bug'doy terg'ili qo'ymaydi hozirga qadar. Sirtdan oladi. Mashina yasag'ili qo'ymaqliq. Misrda arab davlatlarining ichida unda aqliy kuch eng mo'lya. Ammo bichora Misrliklar qana qildi desanglar, Misrning o'zini qig'ili qo'ymagandan keyin hali Kuvaytga, Saudiyaga, yaga, biyaga ishlaydi ham odamlar. Bugungi kundagi Microsoft'ninki bilasizlar kompyuter shirkati arab tilga oid masalan arabchaga oid sistemlarni yasaydigan markaz Misrda. Microsoft'dagi ishlaydigan xodimlarninki ko'pinchisi arab masalan hatto Microsoft Windows Uyg'urcha kirgizdi ya. Bütün Uyg'urcha Misrda bitirib qilinganligimdi. Ash olim Ahad Uyg'ur sohbet Urumchidagi ashu asoslarlik, ammo u bir rasmiy vakolatchi bo'lmagandan keyin u qanday qildi desa, masalaning hammani tayyor qilib Misrga yo'llab turdi. Misrdagi Microsoftning tarmog'iga kirgizdi. Ya'ni demakchi o'g'lim shu aqli ya ixtisos amines ba ama qig'ili qo'ymaydi. Mursi taxtga chiqqan bir yil ichida 500 ga yaqin zavodni mangduqliq, bizning vatandagi yuk mashinasi va yuk mashinasini yasaydigan zavodlar mangduqliq. Ashuni men shu vaqt mush ko'zim bilan televizorda kuraklik, andan keyin bug'doyni shu bir yil ichida Misrning eng nochi yeri yilda 3 qatim bug'doy ag'ildi ekan. Bir yilda 3 qatim. Men hayron qolarlik, bizning yurtlardan bo'lmaydi. Bir qatim olamiz, uning keyingi orliqdagi vaqtda qo'noq taraymiz endi biz vatanda. Mesela 3 qatim uslag'ildi ekan, shu yil esa 60% ochliqni o'zi ta'minladi degan. Misr Mursi uchib ketdi, shundan keyin bug'doyni shu asliga qaytib shu zavodlarning hammasi taqilib asli. Bu nima uchun desanglar, patanggacha patgan qarz va davlatni tigidan kontrol qilayotgan bir kuch va bu kuch bizning qarzni qaytarishimiz uchun ma davlatni qana qilsa qildi, taraqqiy qilsa qildi deb ba'zi ishlarni qig'iliq qo'ymaydigan gap qarindoshlar. Masalan, bug'doy tersan qana qilsa uni bo'lmaydi degan mana bir banalni ko'rsatibchi. Mashta ahvol mushu. Ya'ni مع حرمان هذه الدول من المعرفة الحقيقة. Bu devletlerninki hakiki marifetin mahrum qilish bilan va keyincha mustaqil iqtisodiy gullanishga qudrat qodir bo'lishdan mahrum qilishlanki, maktab desa mashallah taraqqiy qildirimizda bir shakldagi binasini o'tadigan, rasmiy binasi tugatmaydigan mashta bir ahvol
İslam devletlerinde olmuş olur. Hem de bunu eğer tədqiq qilgili olsa bu noktalar bizning vatanda Xitoyning berayotgan, yurgizayotgan siyosatlarining tədqiq qilish so'rab qolsa, bundan o'taydi. Bizning vatanning taraqqiy qilmasligi, masalan, ma'ariflarininki shakli holatga o'tishi, bizning odamlarimizningki oliy maktabda bitirgani asosan kalkama aslab chiqadi. Asosan kalkamaydigan qilib chiqadi. Nima ish qilsa maktab degan hamda asli kalkiladigan bir narsa o'rgatsa kalkiladigan, kalkamaydigan bir narsa o'rgatsa kalkamaydigan hamda. Qaysi rayonda Xitoy olsa bizning viloyatlarning ashada o'zal maxsus Xitoyga ayrim maktab ochadi. Qolgan Uyg'urlik qo'ydigan maktab boshqa, ma'rif idorasi mush plan ijro qiladigan birinchi organ, Uyg'urlik maktablari bolalarning maktabga kelishni asos qiladi, bu narsa o'g'itish emas. Xitoyning maktablarining ahvoli boshqacha, tam boshqacha. Shuning bilan bizning bolalarimiz boshqaruvchi o'qigandek o'qiydi, o'rta maktab o'qiganda qiladi, to'liq o'tirini o'qiganda qiladi, voy oliy maktabga o'tdimiz, mashallah deymiz. Ammo shuning uchun bir qattiq tirishib qolganlari bin bo'lib chiqmasa, unda genel umumyuzlik qaragan vaqtimizda asosan kerak emas qilib chiqaryapti bizni. Bu bir davlatning sistemi so'g'andikin, bu sistem degan ashta yuradigan gapkan, ashta ijro qilinadigan gapkan. Bu dastlab ta'sir qilmagan bilan 5-10 yilda masalan bizning bir necha avlod odamlarimiz ashta yumshoq gap anglaydigan, ammo qo'ldan mustaqil ish kelmaydigan, boshqalar ana qil, mana qil desa qila oladiganchilik odam bo'lib chiqishni planlab sistemi qursa, ashta avlod oxirisida bir avlod yumshoq boshlar o'rtaga chiqib üzgü qo'yib bir ish qilolmaydigan, ammo beshiga shu boshqa tilda so'zlaydigan kelsa shing deb mangadigan bir avlod odamlarni yetishtirib chiqadi oxirisi bizning vatandaşlar. Bu ne gap? Men yuqorida o'qiganlarimizning hammasi g'arb kengaymichilik planininki islom davlatlaridagi yurgizgan ahvollarining ahvoli. Biz 5-nuqtaga kelgan vaqt mutashab qoldi. 4-nuqtada naqd to'xtadik. Shu qarzning turtkisida qarzdan to'layolmaydigan bir holatga kelganda shuning bilan o davlatninki iqtisodiga qo'l solish, an taraqqiy qildirish bahonasi bilan davlatninki davlat sistemasi andikin mahkama maktablariga nima solish, qo'l solish bu orqali davlatni asta o'zining yan tayoqchi davlati qilib olish. Ikkinchilab u davlatda biz bir taraqqiy qilsak ti deydigan ruhni o'ltirib o'tish, ma'rifiga qo'l solgandan ma'rifimda men bir gap dedim ya boya. Bo'ysundigan odam yetishtirib chiqardi ekan. Bunda mustaqil bir iqtidorli odam emas, balki bo'ysundigan. Nim desa ha deydigan, nim desa ma'qul deydigan, sallamla deydigan bir turlik avlodni yetishtirib chiqqandan keyin ikkinchi qatam u millat endi o'yg'onsa qilibdi, ma'lum bizni kontrol qilyapti, boshqaryapti deydigan nima o'ylamaydi ekan. Şunda davlatlarda Yevropa g'arb bu nimasi qo'llagan davlatlarda demokratiya bo'lmasin bo'ldi masalan. Qattiq demokratiyani da'vo qilgan bu odamlar o davlatda necha 10 yillab, necha 40-50 yillab hokimiyat tutadigan mustabid olsin bulavurdi masalan. Qazzafiga o'xshash, Mubarakka o'xshash, Saudiyadagi bir oilaninki davlat ulab qolsin bulavurdi. İmaratga o'xshash saylam degan narsa mavjud emas. Padişahım şu ölmügücü turduğan devlet olsun bulavurdu. Çünkü işe yaraydı. İşe yarasa, özünün planına kelse, qanday adam olsun bu o vaqtda onun demokratiyası qapqaladı bir yerde. Hiç uluğa demokratiyanın gapini maqammaydı. Belki devletinin içideki demokratiya degan nom bilan uyg'unish, güllünish masalan, devlet sistemisini o'zgartirish uringan har qanday bir tarafni yo'g'ishtirish, uni terrorchi qalpoqini ko'gizib yo'g'ishtirdi, yoki o qalpoqini ko'gizib yo'g'ishtirdi, ishqib g'arbning planiga to'sqinlik qilib qoladigan har qanday bir to'sqinlikni qanday qilsa qilib yo'q qiladi. Mana bu islom davlatlarininki g'arbninki planlarini davlat ichida tatbiqlash, uyg'unlashiningki baş oxir xarakteri. Yana biz hozir bugungi darsninki asosiy mazmuni nima edi qarindoshlar? Mustamlika nazariyasi ya. Mustamlika nazariyasi 21-asrda ma shaklda qanaqaliq amaliylashilik. Burun mustamlika askarni turuq tortib ekib bilan urush qilib, o'ltirib, qirib, chepib, besib manda qildi. 21-asrdagi mustamlika ma shakldagi mustamlika bo'ladi. Chiroyli o'zini o'ziga bosh qo'yg'izib, xuddi mustaqildek o'zining pasporti va o'zining chegarasi va o'zining askari va o'zining bimisi va deb qarmoqqa mustaqil davlat, ammo ichki jihatda hech nima emas, mustaqil emas.
Şunun bilen bugünkü dersimiz müşahede toxtusun inşallah. Kelesalik derste 5-nji noktadan tatıp başlayalım Allah halsa. Ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.